Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rib turganimiz anjir daraxti. O'sha Alloh taolo Odam alayhissalom bilan Havvo onamizni jannatda xohlaganlaricha yuringlar, xohlagan mevalarini yenglar. Illo bir daraxtni ko'rsatib, buni daraxtni mevasidan yemanglar deb buyurdi. Lekin Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz o'sha taqiqlangan daraxtda mevasini yeganlaridan so'ng bularda avratlari ochildi, kiyimlari, liboslari yechildi va jannatda u yoqdan bu yoqqa yugurdilarki, avratlarini bekitishlik uchun. U daraxtga bordilar, daraxt bargidan bermadi. Bunisiga bordilar. Faqat anjir daraxti Odam alayhissalom bilan Havvo onamizni shu hijolatchilikdan chiqarishlik uchun barglaridan bergan ekan, avratlarini bekitishlik uchun. Mana endi Alloh taolo bu anjir daraxtini bu qilgan xizmatlari uchun bir yilda gullamasdan 2 marta hosil beradigan daraxt qildi. Meva beradigan bo'ldi. Bir yilda 2 marta gullamasdan meva soladigan yagona mevali daraxt hisoblanadi.